Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning rafiqalari, fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibasi shoira Nazira Assalom. Assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Sizni tanishtirdimda uzundan uzoq qilib. Ular orasida nazarimda Muhammad Yusufning rafiqalari deganim boshqacha ta'sir qilsa kerak. Albatta. Bu ahamiyatlimi siz uchun? Albatta. Qarang, ular ketgan bo'lsa ham nomlari yashayapti-da. Sizni nomingizda, sizni yoningizda, farzandlaringiz nomida. Bu go'zal-a? Albatta. Endi u inson nima deydi? 18 yil birga yashadik. Bir-birimizni shu 18 yil davomida inson, har qanaqa inson ham o'sha bir-biriga o'rganadi, bir-biriga ko'nikadi, bir-biriga suyanadi. Va mana shu suyanchingiz erta ketib qolsa, u juda ham bir og'ir bo'ladi. Shu ma'noda Muhammad akani albatta nima deydi? Sog'inamiz. El qatori desak g'alati bo'ladi, lekin xalqimizni xalqi ichida yurib, o'sha xalqimizni Muhammad Yusufga bo'lgan, o'zini yaxshi ko'rgan shoiriga bo'lgan mehr muhabbatini ko'rib taskin topaman. 25 yildan beri xalq ichidaman. Bu sizga taskin beradimi? Albatta taskin beradi. Nega deganingizda, xalq ichida bilasizmi, Muhammad aka shu darajada bir xalqqa singib ketgan ekanda. Shu darajada singib ketgan ekanki, bugungacha marsiyalar yozishyapti. Bugungacha. Ularni nechta kitobga sig'dirsa bo'ladigan marsiyalar yoki bo'lmasa xotiralar deymiz. O'zimni bir qizim, bir Nozima qizim Respublika yozuvchilar uyushmasiga ishga kirdida. Keyingi paytlarda har kuni hayajonlanib keladi-da. Ayajon. Men tushunmadim. Dadam odamlarga qachon buncha yaxshilik qilib ulgurgan ekan deb hayajonlanib kelardi-da. Nimaga unaqa deyapsan desam, Muhammad Yusuf qizlar shu yerda ishlarkan deb eshitgan ayrim insonlar kelib deydi, yig'lab ko'rishadi men bilan dedi, quchoqlab ko'rishadi dedi. Qaysidir qilgan yaxshiliklarni aytadi dedi-da. Odamlarga yaxshilik qilish kerak ekan degan bir xulosani aytadi-da. Xuddi mana shunaqa qo'ldan kelgan o'sha insonlarga yaxshiligini qilib, qo'lidan kelgancha qo'llab, quvvatlab yaxshi nom qoldirganda Muhammad aka. Shuning uchun xalq ichida mana shunday bir suyumli bo'lib yuribdi. Mana Nazira opa, siz o'zingiz bilan o'zingiz qolganingizda o'zingizni o'zingizga kimni tanishtirasiz? Ayniqsa bugungi kunlarda. O'zimga o'zimni? O'zingizni o'zingizga kimni tanishtirasiz? O'zimga o'zimni tanishtirishga bilmasam. Umuman olganda o'zingiz bilan o'zingiz qolishga qo'rqmaysizmi? O'zingizni o'zingizchalik ko'ra olasizmi? Qabul qila olasizmi? Albatta. Qo'rqmaysiz, a? Yo'q. Boringizcha qabul qila olasiz. Albatta. Bu yaxshi. Bu hammaga ham nasib qilmaydigan qaysidir ma'noda baxt. Nazira opa, mana hayot yo'llaridan hayot va xayol yo'llari ko'rsatuviga keldingizda, siz yurib kelayotgan hayotning yo'llari, ona yerning ovozi bugun sizga nima deyapti? Kecha nima degandi? Uning so'zlari, uning ovozi o'zgardimi? Endi bilasizmi, birinchidan kecha bilan bugunni taqqoslash uchun orqaga qarashingiz kerak. Orqaga nazar solishingiz kerak. Kecha qanday yashayotgandim? Kecha qanday hissiyotlar bilan, qanaqa bir orzular bilan yoki bir armonlar bilan yashayotgandim? Bugun qanday yashayapman? Masalan, Muhammad akani o'sha hayot paytlaridagi hayotim bilan bugungi hayotimni taqqoslayman ko'pincha-da. Masalan, ular bilan yashagan yillarimizda albatta o'z-o'zidan bir bag'ri butun bir inson bo'lganman. Jonimda qancha yo'qotishlar bo'lgan hayotimda. Juda ko'p yo'qotishlar bo'lgan, juda katta armonlar bilan yashagan paytlarim bo'lgan. Deylik, otamni yo'qotdim, keyinchalik onamni yo'qotdim.
yaqinlarim, jigarlarimni yo'qotgan paytlarimda Muhammad aka menga bir juda katta suyanchiq bo'lganda. Juda katta suyanchiq bo'lgan va shuning uchun men ularni borligini yo'qotmagunimcha bu darajada ahamiyatini bilmaganman shu narsani. Qachonki Muhammad akani yo'qotganimdan keyin men kimni yo'qotganimni bildim. Mana shunday bir armonli hayotim ularni vafotidan keyin boshlandi-da menda. Juda katta suyanchig'im yonimda bo'lganini his qilmaganligimni bildim. Juda katta bir yo'qotish, kimga suyanishni bilmayman. Bolalarim uchun, farzandlarim uchun ham ona, ham ota endi deyiladi-ku shunaqa. Ham ona, ham ota bo'lish nimaligini bildim. Bu bolalarimga eng og'iri bilasizmi? Bu bolalaringizga ko'z yoshingizni ko'rsatmaslik. Qanchalar og'ir bo'lishiga qaramasdan, qanchalar bir nima deydi, yig'lagingiz keladi, qayerdadir bir dod solgingiz keladi, to'g'rimi? Inson boshiga mana bu qator yo'qotishlarni o'zi yetmaganday, yoningizdagi mana bunday bir suyanib qolgan insoningizni yo'qotish qanchalar og'ir bo'lgan bo'lsa, bolalarimga bildirmasdan yashash undan-da og'ir bo'lgan. Demak, bir paytning o'zida ham kulib ham yig'lagan ekansizda. O'sha ko'z yoshimni ko'rsatmasdan yig'laganman-da. Bu kuchli ayolning xislatimi, fazilatimi yoki kuchsiz ayolning? Menimcha kuchsiz ayol. Kuchsiz ayol. Ko'z yoshini ko'rsatmaslik, ko'z yoshini ko'rsatmaslik bu ojizlikmi? Ojizalikmi? Ko'z yosh ko'rsatmaslik ojizalik emas, aslida. Bu hayotda o'sha paytda majburiyati-da. Men ilojim yo'q edi. Onalik majburiyati. Onalik majburiyati. Nega deganingizda bu bolalarni o'qitmaslikka majbur edim men. Farzandlarimni oyoqqa turg'izishim uchun o'qitmasdan o'sha nima deydi, bularga suyanchiq bo'lishim kerak edi-ku axir. Ilojim yo'q edi, bundan boshqa yo'lim yo'q edi men. Suyanib qolgani faqat qalam bo'lgan. Bolalarim uxlatganimdan keyin mumkin edi qanchalik haligi o'sha nimalarimni, ichki tug'yonlarimni hammasini o'zim tortishga majbur bo'lardim-da endi bolalarim o'sha bir tinchigandan keyin ko'rmaydigan bir vaziyatda uxlashi mumkin yoki bo'lmasa uyda bo'lmasligi mumkin. Ana o'sha paytlarda yig'lab olishim mumkin. Bir intervyuda aytib o'tgansiz-ku, Muhammad akamni yo'qotganimdan keyin xuddi dengizga tushib qolgan, lekin suzishni bilmagan odamga o'xshab qolganman deb. Xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan, meni ruhiyatimda bo'lgan bu narsa. Masalan, boya aytganimdek, bir suyanib, faqat ishonib, masalan, meni bir oilada tashvishim yo'q edi. Masalan, bir pul topish, harakat qilish pul uchun, bolalarimni boqish, ro'zg'or qilish, yo bir qaysidir boshqa tashvishlarni tortishga menda hech qanaqa bir unga ehtiyojim yo'q edi. Qachonki Muhammad aka vafot etganda, birinchidan men ishongan, hurmat qilgan, yaxshi ko'rgan insonimni yo'qotishim bo'lsa, ikkinchisi bolalarim otasini yo'qotishim. Ana shunda men boyagi siz aytgan holga tushganman. Haqiqiy ayriliqda endi his qilgansiz ularni yo'qotgandan keyin. Shunday ekan, siz bu hayot deb atalmish katta dengizda qanday suzishni o'rgandingiz? Garchi suzishni bilmasangiz ham. Qanday o'rgandingiz? Dadam rahmatlining bitta gaplari bo'lardi. Bolaliklarida, o'zim otam bolaliklarida, hali maktabda o'qib yurgan paytlarida bo'lsa kerak, o'sha bir daryo bo'lgan ekan, hali suzish bilmagan paytlarida bir do'stlarim, ishqilib yaqin bir akaxonlari o'rgataman deb o'sha daryoni o'rtasiga olib boribdi-da, shart o'zi chiqib ketibdi. O'shanda dadam haligi jon talvasasida qutulib chiqqan ekanlar. Suzishni bilmagan inson. Hayot ham xuddi shunday narsa ekanda. Xuddi shunaqa. Ilojingiz yo'q. O'zingizni o'tdan cho'qqa urasiz. Boyagi bir tomondan olganda bilasizmi, menga yana bir
ishni qilishimga majbur bo'ldim demayman, o'zi ehtiyoj paydo bo'ldi shu narsaga. Nima bilandir birinchidan taskin topishim kerak edi. Bolalarim, albatta bolalarim bilan taskin topganman. Lekin undan tashqari ham bir nimadir ish qilishim kerak edi. Muhammad Yusuf nomidagi jamoat fondini ochdim o'sha paytda. 2003-yilda, 2 yildan keyin o'sha fondda boyaga aytganimdek qanaqa ish yuritishni bilmayman, uni xat hujjatini bilmayman, rasmiyatchiligini bilmayman. Lekin mana shu bir yaqin dugonamni maslahati bilan, yaqin sayyora degan bir dugonamni maslahati bilan u mana shu narsaga, bilasizmi, mana shu ishga qiziqtirib olib kelganda, mana shundoq qilsang, mana taskin topishimni bilgan shunda. Band qilib qo'yish. Band qilib qo'yish. Mana shu Muhammad Yusuf fondini ochsang, ruhi shod bo'ladi. Bunday ishlar qilsa bo'ladi shuni bahonasida, mana shu fondni nimasida, qoshida, o'sha jarayonida, fond yuritish jarayonida degan bir fikr bergandan keyin men o'zim hech qanaqa tasavvurim yo'q. Bu fondni ochib olganman. Boyaga aytgandek, o'zimni qiynalib ish o'rganasiz. Birov sizga mana bunaqa bo'ladi, mana deb o'rgatmaydi. Yillar davomida shu bilan ovora bo'lib, shu bilan taskin topdim. Endi taskin deymiz, o'sha paytda juda qiynalganman o'zim. Lekin haqiqatan ham mana shu jarayonda men o'sha eng og'ir paytimdan chiqdim-da. Taslim bo'lmagansiz. Taskin topgansiz. Ish orqali. Demak, sizga oxiratlari obod bo'lsin sevimli shoirimiz Muhammad Yusuf sizga shunchaki yashamasligingiz uchun yaxshi xotira tashlab ketibdi-da. Shunaqa. Taqdim qilibdi. O'zlari ketgan bo'lsa ham. O'zlari ketgan bo'lsalar ham bir shirin tashvishlarni tashlab ketdilar desam bo'ladi. O'sha yoshlar atrofimda, Muhammad akani atrofida qanday yoshlar bir ularga intilgan bo'lsa, mana bugungacha ham biz o'sha yoshlarni qo'limizdan kelgancha juda katta bir ish qilib bera olmasman ehtimol. Lekin yoshlarni o'sha matbuot yuzini ko'rishga intilishlari, o'zlarini bir shoira sifatida kimlardir bir she'rlarni o'qishi bitta minbar qildik-da. Shu yoshlar uchun bir minbar qildik. Xullas taslim bo'lmagansizda Nazira opa. O'zi qo'ldan kelgancha. Umuman olganda, yaxshisiz, ko'z tegmasin. Mana oradan ancha yil o'tdi. Necha yil bo'ldi? 25. 25 yil bo'ldi. Endi ayolni joni 40 ta deyishadi-da. Bitta jonini 40 ga bo'lib yashab keladimi? Ayolni joni qattiq. Endi menga bo'lvarasiz kerak bo'lsa. 40 emas, undan ham ko'p, hattoki. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizning umringiz uzoq bo'lsin. Sizni suratingizda ularning siyratini ko'ramiz. Shunda birinchi ko'rganimdanoq Muhammad Yusufni ayollar deb shunday yozib qo'yilganda. Nur, chehra, quyosh, samimiyat hammasi bor. Ko'z tegmasin, baribir nima deydi? Er xotin bir-biriga o'xshar ekanda. O'xshamasa uchramaydi-ku. O'zi umuman olganda, gapingizni bo'ldim, ayol kishi qachon taslim bo'ladi? Meni nazarimda ayol kishi qachonki umr yo'ldoshidan mehr ko'rmasa, sinadi ayol kishi. Keyin muhabbatga nisbatan yoki umuman mana oilaviy baxt nima o'zi? Meni nazarimda ayol kishini baxti o'sha umr yo'ldoshining e'tibori yoki hurmati, qadrlashi deb o'ylayman. Masalan, har qanday muhabbatdan ustun turadi bu narsa. Muhabbat masalan juda kuchli muhabbat bo'lishi mumkin. Lekin agar hayotda o'z ayolini qadrlamasa, umr yo'ldoshingiz, u muhabbat ham ko'pga bormaydi deb o'ylayman. Men Muhammad akada mana shu narsani, mana shu qo'llab-quvvatlashni his qilib yashaganman 18 yil. Mana bugunga yetyapti. Labi? Bugungacha yetyapti. Bugungacha albatta bu bir umrlik. Mana shuni hurmati, mana shuni ko'nglimda joy olgan bir mehr muhabbati desak ham bo'ladi. Ana shu narsa menga bugungi kungacha kuch beradi. Demak, qaysidir ma'noda xotiralaringiz bugungi yashashingizga turtki bo'lyapti-da, to'g'rimi? Albatta. Xotiralar. Bilasizmi, yana bir narsa hayron qoladigan bir ishlar bo'lgan. Muhammad akani yo'qotganimda faqat meni o'zimga emas, qarang, butun mahallamizni tushiga kira boshlagan Muhammad aka. Bu ham bir sir sinoat. Bir
haligacha tushunib bo'lmas bir sir sinoatki, farzandlarim juda yosh qoldida. Bular juda ham yosh qoldi va o'zini tamoman yo'qotib qo'yishdi bolalarim. Tamoman. Juda og'ir ahvolga tushgan va men ularga qo'shilib qiynalganman. Boyaga aytganimdek ko'z yoshimni ko'rsatmasdanman bularni o'sha suyashim kerak edi boshqa. O'shanda meni ham, bolalarimni ham, hatto qo'ni qo'shnilarimni tushlariga kira boshlaganda. Bu o'sha ruhlar tirik ekanligiga ishontirganlar bizani. Borib yonimizda ekanliklarini his qila boshlaganmiz. Boya siz aytdingiz-ku, yonimizda ekanliklarini, o'sha hatto o'sha bolalarimni tushiga kirib, men o'lganim yo'q degan gaplarni aytib ketishlari, yig'lama qizim deb, Madina qizim, qizlarim hammasini tushiga 1 yilgacha kirganlar-da. Hatto qo'shnilarimiz bir narsalar pishirib, bir narsalar olib kirishardi-da. Muhammadjon tushimga kiribdi. Qizlarimdan xabar oling. Aka, opa, haligi bir Muhabbattepa degan qo'shnimiz bo'lardi, Xayrapa degan qo'shnimiz bo'lardi. Bular tez kirib turishardi. Voy, tushimga kirib qopti Muhammadjon. Bir kuni hatto o'sha katta hofizimiz Sherali Jo'rayev kelganlar-da. Bir bozor o'charlar qilib kelib, Muhammadjon tushimga kiribdi. Qizlarimdan xabar oling, aka debdi. deb kirib kelganlar. Bir necha marta o'sha xabar olib turganlar boshida. Bu narsalar hammasi ruhlarni o'sha o'tganlarni tirikligini bizga sekin-sekin ishontira boshladi deydi. Mana shu narsalar birinchi taskin shu bo'lgan biz uchun. Haqiqatan ham bu ruh tirik, chunki ruh bizniki emas-da. Shunaqa. U yaratganniki. Mana shu ruhiyatni tarbiyachisi nima, Nazira opa? Har qanday fikr, munosabat, bilasiz, ruhiy tarbiyaning mahsulida. Ruhiyatni ham tarbiyalaydigan ilm bor ekan. Sizningcha ruhiyatni qanday ilm tarbiyalaydi? Ruhiyatni Alloh. Bu hammasi Allohga yaratgan o'sha egamga tegishli deb o'ylayman. Boya yuqorida dengiz haqida gapirdik-da. Dengizda tushib qolgan, suzishni bilmagan insonligingizni his qilgansiz. O'zi o'sha bir tomchi suv ham dengiz bo'lgisi kelar ekanda, dengizga havas kelar ekan, dengizda suzishni istar ekan. Dengizga tushish uchun armon kerakmi? Ko'z yosh kerakmi? Dengiz bo'lish uchun, dengizda suzishni o'rganish uchun, bilish uchun insonga avvalo nima kerak ekan? Endi bu hayot, mana masalan o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, masalan men bir dengizda suzish yo'lda tursam, men o'zi suzishni bilmayman hozirgacha ham. Misol uchun. Lekin hayotda suzyapsiz. Hayotda suzishga majbur qilgan bu qismat. Bu boshingizga tushgan, ilojingiz yo'q, undan qochib keta olmaysiz-ku. To'g'rimi? Alloh boshingizga nimani solsa, o'shanga ko'nishga majbursiz. O'sha dengizda suzishga majbursiz. Ko'nikib yashayapsiz. Ko'nikasiz, ko'nikmasdan ilojingiz yo'q. Misol aytadi-ku, boshqa tushganni ko'z ko'rar degan gaplar bor. Ko'nikmaslikning ham iloji yo'q. Alloh nimani boshingizga solsa, shunga ko'nikasiz, ilojingiz yo'q. Misol ko'tara olgan dardni beradi deyishadi-ku. Shunaqa. Savollaringiz ko'paydimi bu darddan keyin? O'zingizga beradigan, hayotga beradigan savollaringiz ko'paydimi? Yo'q, bu bunaqa savollarim ko'paygani yo'q, chunki birinchidan yoshingiz katta bo'lgan sari tushunasizki, bu hammasi Allohdan. Lekin yoshingiz unaqa katta bo'lmagan sizni. Yoshim katta. Necha yoshda? Bu yil 70 ga kiraman. Yo'q, o'shanda, o'sha paytlar. 45 yoshda. 45 yosh. Endi katta yosh deb bo'lmaydi-da bu yoshni. Yo'q, mana men hozirgi yoshimni nazarda tutyapman-da, borgan sari masalan, hayotda yashagan sari, borgan sari bu narsani hammasi bo'lish kerak bo'lgan. Peshanangizda bo'lgan taqdir. Bu sinovlardan, bu hammasi sinov ekanligini, Alloh sizga bergan sinov ekanligini mana tushuna borasiz birinchidan. Ikkinchidan bilasizmi, bizaga aytganingizdek o'sha mana shunaqa tarbiyani oilada ko'rganman. Chunki boshimizga ancha og'ir sinovlar tushgan. Meni ota-onamning uylarida xo'p, katta sinovlar tushgan. O'sha
37 yoshli akam yo'qolib qolganlar, o'sha prokuratura sohalarida ishlab yurgan bir polkovnik bo'lganlar. Mana shunday og'ir sinovlar tushgan deb san. Ular topilmagan, Ular donlar haligacha topilmagan va ota-onamni o'tib ketishlariga, otalari yuzga kirgan bo'lmasa, o'tib ketishdi, vaqtli o'tib ketishlariga mana shu fojialar sabab bo'lgan. Zaminimizda tiriklikning yana bir kechi, mana vaqt o'tyapti. Ko'rib turibsiz. Mana shu o'tayotgan vaqtni Nazira opa nimaga ko'pincha o'zlashtirib olamiz? Ya'ni o'zimizniki qilib olamiz. Aslida vaqtning egasi bor-ku. Vaqtning egasiga vaqtingiz yetyaptimi? Harakat qilyapman lekin. Harakat qilyapman. Vaqtning egasiga ham o'sha o'zimizni nima qilamiz? Toat ibodatlarimiz bilan qaysidir ma'noda o'sha vaqtdan bir unumli foydalanishga, Alloh yoniga borib, ayniqsa yosh katta bo'lgandan keyin Alloh yoniga borganda yorug' yuz bilan borishga harakat qila boshlaysiz ekanda. Bu narsalarni hammasini nima deymiz? Hammasini to'g'ri qabul qilishni o'rganamiz. Sinovlarni to'g'ri qabul qilishni o'rganasiz. Vaqt o'tgan sayin, vaqt kerak. Vaqt o'tgan sayin. Yosh ahamiyatli. Albatta. Yosh o'tgan sayin bu narsani chuqurroq anglaysiz. Hayotda har xil voqealargacha sal yuzakroq qaraydigan bo'lasiz. Yengilroq, yashash oson bo'ladi. Yashash oson bo'ladi. Bolalarimga ham xuddi shu narsani tinmasdan o'sha singdirishga harakat qilaman. Ularni qaysidir ma'noda otasiz o'stirdingizda? Shunaqa. Ularga otasizlik, otasiz o'sish nimani o'rgatdi, ulg'ayish? Nimani o'rgatdi? Bolalarimga otasiz o'sish, irodali bo'lishni o'rgatdi. Muhammad aka o'zi yoshligidan bolalarni irodali qilib katta qilganlar, o'zlari tarbiya qilganlar. Bolalar bilan mendan ko'ra Muhammad aka yaqin bo'lganlar bolalarga. Mana shu aytaman, haqiqiy shoirlar avliyodirlar degan ulug'larimizning gaplari bor. O'zlarini bir erta ketishini xuddi sezgandek, bilgandek, aslida bilmagan bo'lishi mumkin. Lekin baribir o'zi bilmagan holda bolalarni mana shu oxir kunlarga tayyorlagan deyman-da, ularga ko'proq mehr berishga, ularni o'zlari bilan doim olib yurishga harakat qilganlar. Bilasiz, bu hayotning asosiy savoli insonda, lekin insonlarning ham asosiy savollari bor. Sizningcha qanday savollar? Sizning asosiy savolingiz bugun nima? Kecha nima edi? Savollar o'zgaradi yoki bitta bo'ladimi? Endi savollar o'sha eng og'ir kunlaringizda bo'ladi-da ko'proq. Eng og'ir kunlaringizda boyagi o'zingiz aytganingizdek, nima uchun, nimaga, qaysi gunohim uchun degan savollar tug'ilishi tabiiy. Tabiiy. Juda ko'p bo'lgan savollarim o'sha paytlarda. Nima uchun? Nahot butun boshli oilamdan bitta o'zim qoldim. Nima uchun? Misol, o'zimning oilam. Mana nima uchun? Men sizga shu savolni beray. Nima uchun bir o'zingiz qoldingiz? Nima sabab? Buning hikmati nima? Buni hammasi baribir sinov-da. O'sha mana men shunday deb o'ylayman. Buni hammasi sinov. Og'ir bir sinovlar masalan tushadi odam boshiga. Ota-onam boshiga tushdi. Men o'zim kimsasiz bir o'zim qoldim. Endi bo'lsa mana o'zim oilamda Allohga shukr, hozir demak, hozirgi bugunimni o'sha borini deylik, bolalarim bor atrofimda, shu bolalarim shukrini qilib yashashim kerak degan xulosaga keldim keyin o'zim. Hayot shunga o'rgatdi-da men. Bolalaringizni shukrini ham qilib yashamasangiz, noshukrlik bo'ladi bu yog'iga. Hadeb savol bermasdan boriga ko'nikib yashashga o'rgandim. Savol berish qaysidir ma'noda noshukrligimi? Endi meni vaziyatimda shunday. Shunaqa. Shukr qilish kerak. Aytishadi, shukr iymonni. Nimaga tushsa boshingga? Demak, Alloh shunga shukr qilib Allohdan so'rash kerak. Keyingi nimadir agar sizga ma'qul bo'lmagan narsani Allohdan so'rasangiz beradi Alloh. Shunga ko'nikdim, shunga o'rgandim. Ya'ni qaysidir ma'noda tirmashib, kuchli bo'lishga harakat qilib yashagan ayolsizda. Endi kuchli bo'lishga
bo'lishni orzu qilmaganman. Qilmagansiz, lekin majbur bo'lgansiz. Majbur bo'lganman. Ha. Endi ko'nikib aslini olganda kuchli bo'lib bir narsani qotirib ketganim yo'q. Lekin qo'ldan kelgancha. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Kuchlimisiz? Men kuchli emasman, lekin baribir ham. Men juda qo'ynim nozik. Juda qo'ynim nozik. Bular bo'lmasga yig'lashim mumkin. Mani shunaqa vaziyatlar bo'ldi, suyanganim qalam bo'lib qoldi. Ehtimol bu ham bir yaxshilik tomonlari bordir. Men bir kuchli shoir yonida yashadim-da. Katta bir shoir yonida yashadim. Men Muhammad akani shoir ekanligini ham bilmasdan tanishganmiz aslida. Ular bilan tanishganimda ularni she'r yozishlarini ham bilmaganman. Lekin sezasiz-ku, bilasiz-ku, baribir inson yoningizda kim yashayotganini bilish uchun, misol birinchi o'quvchisi bo'lganingizdan keyin qanday shoir bilan yashayotganingizni bilasiz, to'g'rimi? Ana shunday bir muhitda yashaganingizdan keyin siz o'shandan qoniqib yashaysiz-da. Ana shundan qoniqib yashadim. Va yana bir katta baxt bugungi kunda menga. Ana shu otasini qalami kichkina qizimga o'tgani bo'ldi. Madina Muhammad deb otini o'zim qo'ydim. Va bilasizmi, odatda mana san'atkori bolasi san'atkor bo'ladi. Ko'pincha. Olimi bolasi olim bo'ladi, to'g'rimi? Lekin shoir bolasi shoir bo'lavermaydi. U beriladi. Men kutmaganman. Bu qizim endi havaskor bir sifatida yozib yurganini ko'rganimda ham men buni keyinchalik yaxshi bir ijodkor bo'ladi deb o'ylaganim yo'q, ochig'i. Kutmaganman biroz shunchaki. Lekin bu ham bir hayotda inomi bo'ldi. Eng kichkina qizingiz-a? Eng kichkina qizim Madina Muhammadim. Hozir mana kitoblari chiqdi, Respublika yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'ldi. O'ziga xos ovozi bor. Kunlardan bir kuni qizim, shu Madina qizim, tushiga dadasi kirib, vatan haqida, Muhammad aka vatan kuychisi bo'lganlar, vatan haqida she'rlari juda ham ko'p. Vatan haqida shunaqa chiroyli she'r o'qidilar. Keyin tur qizim, yoz qog'ozga yozib ol dedi. Keyin ko'zimni ochdim, uyg'onib ketdim, qayta qaytarib yodlab oldim deb o'ylab uxlab qoldim deydi. Ertalab tursam esdan chiqib qoldi. Juda qattiq qayg'urgan bir xafa bo'ldi-da. Keyin men endi bugungi kunda o'ylaymanki, o'sha paytda buni bir nima deydi, uyg'otib yuborgan shoira sifatida deb o'ylayman. O'shandan keyin bir jiddiy shug'ullana boshladi she'riyat bilan. Demak, dadalari ularga qaysidir ma'noda oq fotiha bergan, qalam bergan. O'zi so'z nima siz uchun, Nazira opa? Mana so'zni qadrini, qudratini biladigan insonsizda, so'z nima uchun berilgan insonga? Nafaqat shoirga. Nima uchun berilgan so'z? Endi bo'lib ham shoirlarga alohida bir bilasiz o'zingiz. Endi biz ayniqsa ijodkorlar uchun so'z bu eng muhimi so'zdir. So'zsiz she'r yozib, masalan, so'zsiz hech qanday hayotda bir narsaga erishish ham qiyin. Shoirlar uchun ayniqsa ham muhim bir katta bir imkoniyat-da bu so'z. Katta imkoniyat. Shoirlik ham so'z bilan-da. So'z bilan. Lekin Alloh rahmat qilsin, Muhammad Yusufning bir gaplari bor. She'r yozayotganingda ehtiyot bo'lib yoz. U duo o'rniga o'tishi mumkin deganlar. Demak, o'zlarini taqdirlarini oldindan yozib ketgan ekanlar-da. Ba'zi bir she'rlari misolida. She'r haqida juda ko'p fikrlari bor-da. Muhammad akani aytadilar-ki, she'r bu duo. Boya hozir aytganingizdek, she'r bu duo, ehtiyot bo'lish kerak. So'z endi aytganingizdek, o'sha nimalardir yozganda ehtiyot bo'lish kerak. O'zlarining hayotlariga ham taalluqli bo'lib qoldi bunday qaragan. Yana shu bilan birga aytadilar-ki, she'rni shoirlar o'zlari yozmaydilar. Ularga ilohiy kimdir aytib turadi qulog'iga. Qaysidir farishtalarmi aytib turadi degan gaplari ham bor-da. Yana shoir kim, she'r nima degan bir savollarga ham juda ko'p savollar berilgan. O'shanda ham aytadilarki, men shoirman deb kimgadir o'zini tanishtirgan shoir emas deydilar. Aslida. Aslida shoirni
kimdir aytish kerak ekan. Tan olish kerak. Shoir tan olish. Men o'shanga aytamanki, o'zim ham Muhammad aka qayerlardadir bir davralarga chiqib she'r men ham o'qiyman, men shoirman deganlarini birov eslamaydi. Muhammad akada o'sha odat bo'lmagan. Yo'q. Ha. Xalq tan olish kerak ekanda endi men tushunishimcha. Men ularning yonida turib xulosalarga yo bo'lmasa, umuman olganda ularning o'zi intervyularida, ular bilan bo'lgan intervyulardan topaman ko'p savollarga javobni. Sizga 3 so'zdan iborat xat yozgan ekanlarda, maktub yozgan ekanlar. O'sha maktubda nima edi o'sha 3 ta so'z? Ayta olasizmi? Ayta olaman. Ha, qisqa yozganlar, 3 ta so'zdan iborat. Endi buni tarixini ham aytib beraymi? Ha, ayting. Ayting. Nima deb yozganlar? Ularni Muhammad aka bilan biz bitta o'sha Navoiy 30 degan mashhur Xayriddin Sultonov asarlari ham bor. Ana o'sha binoda bitta joyda ishlashimizdan oldin bir ko'rishib qolganmiz. Undan keyin o'sha joyda ishlab qolganmiz. 3-qavatda Muhammad aka kitobsevarlar jamiyatida, men o'qituvchi nashriyotida bitta yo'lak edi-da. 3-qavatda ishlaganmiz. O'shanda Baxtiyor aka degan jurnalist edilar ular ham. Bular bitta xonada ishlagan. Meni ham taniydigan bir insondilar. Ularga men shu Nazira bilan meni tanishtirib qo'ying yaqinroqdan degan ekanlar-da. Sizni ko'rib, yoqtirib qoldi. Meni undan oldin bir 1-2 yil oldin ko'rib yoqtirib qolgan bo'lganlar. Keyinchalik ishga kelganlar o'sha yerga. Keyin yaqindan tanishtiring deb Baxtiyor akaga bitta xonada ishlashgan ular. Nima iltimos qilganlarida Baxtiyor aka aytganlarki, xat yozing deganlar. Baxtiyor akadan chiqqan u narsa. 3 ta so'z. 3 ta so'z emas. U juda ko'p so'z bo'lgan. Uni keyin men xat yozishni bilmayman debdilar. Yoqtirmayman debdilar, ammo bilmayman debdilar. Bo'lmasa yozayman, aytib turaman deganlarda, yarim soatmi, 40 minutmi nimalardir degan Muhammad aka yozganlar. Keyin uni olib kelib berganlar, konvertga solib, Baxtiyor aka, meni xonamdagi Muhammadjon boru, shu xatni berib yuboruvdi, shuni iltimos oxirigacha o'qing deyaptilar endi. Oxirigacha o'qiydigan xat Nazira, menga turmushga chiqsangiz. Muhammad shundan iborat bo'lgan 40 minutda yozilgan xat. Nazira opa, hozir eslayapsiz-da. Xuddiki kecha eslagandek, kecha bo'lgandek eslayapsiz-a? Demak, xotiralar sizni yashashga undayapti, qaysidir ma'noda. Endi inson Surayaxon xotira bilan tirikda. Tirik-a? Lekin shunday xotiralar bor, insonni yashashga qo'ymaydi. To'g'rimi? Bor-ku shunday xotiralar. Bordir ehtimol, lekin men masalan o'sha yaxshi sizda yaxshi xotiralar bo'lgani uchun ham yashayapsiz-da. Yaxshi xotiralarim bilan tirikman. Muhammad akaning xotirasi bo'ladimi, jigarlarimning xotirasi, ota-onamning xotirasi. Siz endi xuddi yoningizda turgandek boyaga aytganingizdek. Siz hozir xuddi yoningizda turgandek, xuddi kecha bo'lgandek eslab aytib beryapsiz-da. Shunaqa. O'sha mehr, o'sha tabassum, hali ham o'sha bilan yashayapsiz. Mayli, ko'z tegmasin, yaxshi xotiralarimiz ko'p bo'lsin. Nima bo'lganda ham bilasiz, Nazira opa, biz ayollar baribir xizmatkormiz-da. Ota-onamizga xizmatkorlik qilamiz. Yaxshi ma'noda turmush o'rtog'imizga, farzandlarimizga, yurtimizga, ish joyimizga. Mana bugun ham xizmat qilib o'tiribmiz. Ayol kishi boshqalarga xizmat qilib o'zini topadimi, yo'qotadimi? O'zini topadimi, yo'qotadimi? Savollaringiz juda ajoyib. Rahmat, rahmat. Sizdan eshitishmasdi bu gaplarni. Endi bu narsa ayol kishini chekiga tushgan vazifalar deb o'ylayman. O'zbek ayoli degan qator she'rlar bor Muhammad akaning. O'sha o'zbek ayoli bu ishlarni deb o'ylayman, bu ishlarni hammasini o'zi xohlab, yaxshi ko'rib, lazzatlanib qiladi. Shaxsan o'zimdan kelib chiqib aytaman. Ota-onangizga xizmat qilish bu burchimiz. Umr yo'ldoshimizga xizmat qilish ham bu burchimiz. Farzandlarimizga o'zimiz xohlab qilamiz o'sha ishlarni, to'g'ri. Aytganini pishirib berib. Aytganini bugungacha ham u bolalardan keyin nevaralarga qilasiz u xizmatni. Bir umr xizmatkorda qaysidir ma'noda. Bu ish menga masalan, men lazzatlanib qilaman shu ishlarni. Ochig'i. Menga yoqadi masalan. Lekin shuni ham bitta narsa achinarli-da, ayolni o'zini uyi bo'lmaydi deyishadi-da.
ota-onasini uyida voyaga yetadi, turmush o'rtog'ini uyiga keladi, turmush o'rtog'idan keyin farzandlarnikida yashaydi. O'zi ayolning uyi qayerda? Uni uyi bormi? Uning manzili qayerda? U o'zini qayerda his qiladi? Meni uyim, meni joyim deb. Meni manzilim, meni makonim deb u qayerda o'zini shunday his qiladi? Ha? Ko'ngilda. Faqat ko'ngilda. Ko'ngil oqoqnikida. O'z ko'ngling bilan yashaysan-da baribir. O'zi ayol o'zi bo'lib yashaydimi? Yashaydi. Yashaydimi? Qachon yashaydi? O'zingiz xohlashingiz o'zi uchun. Ha. O'zi uchun yashaydi ayol. Masalan, o'zingiz uchun o'zingiz bir vaqt ajratib, o'zingizni bir nima deydi, o'zingiz bilan o'zingiz qolish degan bir tushunchalar bor-ku. Xo'p. O'zingiz bilan o'zingiz qolasiz, o'zingiz xohlaganda yashashingiz mumkin. Men uchun masalan, o'sha umr yo'ldoshim uyi meni uyim. Eng tinch uyim shu uyim. Umr yo'ldoshim. Hozir ham o'sha manzildasiz, o'sha makondasiz. Ha, u yoqdan ketgansiz. U yoqdan ketishimiz biz uchun Muhammad akani juda qadrlandilar. Men bu narsani aytib o'tib ketishim kerak. Muhammad aka qadr topgan shoirlardan, hukumatimiz tomonidan ham, xalqimiz tomonidan ham bugungacha ham qadrlanyapti. Mana sizni chaqirib turishingiz ham bu bir qadrlanishlar deb o'ylayman. Biz bir umr Darxon mahallasida Mirzo Ulug'bek tumanida 9 qavatli uyi 5-qavatida yashaganmiz. Muhammad akam bilan 18 yil yashadik o'sha yerda. Keyinchalik Muhammad Yusuf tavallud kunlarini topganlarini 60 yilligi munosabati bilan hukumatimizning qarori chiqdi va bizga bir boshqa yana bir uy-joy ajratildi. Ana o'sha yerda yashayapmiz hozir. U uyimiz bir biz uchun nima deydi, tirik muzeydek. Tirik muzey. Hech qachon uy yo'qotish xohlamayman. Uy hamma xotiralarim o'sha uy bilan bog'liq. Juda xohlardim men o'sha uyimizni bir kunmas bir kun o'sha muxlislar uchun muzey qilish xohlayman. Hozircha o'zim uchun muzey uy. Tushundim. Bu go'zal. U asranishi kerak, u qolishi kerak. Ha, qoladi, xolos. Muhtojlik siz uchun qanday tushuncha? Muhtojlik. Muhtojlik ham nimaga muhtojlikka qarab? Muhtojlikka munosabat o'zgardimi sizda? O'zi muhtojlik aslida nima? Inson umuman hammamiz nimaga muhtojmiz? Ayniqsa bugun. Mehriga muhtoj bo'lishingiz mumkin. Hamma, har doim. Endi hamma demayman, men o'zimdan kelib chiqib aytaman, hammani to'g'risida bitta fikr aytish qiyin. Qiyin. Kimdir nimagadir muhtoj, kimdir moddiy bir narsalarga muhtojdir. Masalan, yo boshqa men Muhammad akaga masalan bugungi kunda o'sha mehr muhabbatiga muhtojdirman ehtimol. Allohga shukr, farzandlarim yonimda, farzandlarimni o'sha qo'limdan kelgancha tarbiyaladim, qo'limdan kelgancha oyoqqa turg'izdim va ulardan o'sha mehrini topgan bahramand bo'lib yashayapman, Allohga shukr. Endi bugungi kunda ochig'i o'sha qilayotgan ishlarimni yuzaga chiqarishga ehtimol muhtojdirman. O'sha qilayotgan ishlarim deylik Muhammad akani endi nomlari abadiylashyapti bugungi kungacha. Juda ko'p ishlar qilindi, hukumatimiz tomonidan ko'p ishlar qilindi. Lekin men ham qaysidir ma'noda nimalardir ish qilish uchun harakatdaman. Qo'llab-quvvatlashga muhtojman. Ularga yozgan she'ringiz bor. Albatta. Bilaman, juda ko'p joyda aytasiz bu she'rni. She'riyatning doyasini dard deyishadi. Ular ketgandan keyin sizni qalamingiz yana ham o'tkirlashdi. Endi o'tkirlashdi deya olmayman-ku, lekin o'zim uchun bir dardimni to'kish uchun nima deydi, suyanadigan bir eng katta suyanchig'im shu qalam bo'ldi. Qog'oz bilan qalamingiz bor. Qog'oz bilan qalam. Bugun ham bor. Yozyapsiz. Ko'p yozyapsizmi? Ko'p deb bo'lmaydi-yu, lekin nima o'sha boyaga aytganingizdek bir ehtiyoj tug'iladi, ko'nglingiz to'kilgisi keladi. Bir yolg'iz his qilasiz o'zingizni. Ana shunaqa paytda yozaman. Bilaman, aytishingiz kerak bo'lgan gaplar yuragingizda qolib ketgan. Ularni hammasini o'sha she'riyatga, so'zlarda sig'dira olyapsizmi? To'ka olyapsizmi? She'riyatga to'kasiz. To'kasiz, to'kilyapti. To'kilyapti. Ular uchun izlangan so'zni topdingizmi? Ehtimol topmagandirman hali. Uni biladimi odam topsa? O'zi anglaydimi? Topganida anglaydimi?
anglamasligi ham mumkinmi? Qayerdadir topdim deb o'ylayman. Nimagaki she'riyatni o'zi, she'r qaysidir bir nima deydi, ko'nglingiz to'lgan bir she'rni yozsangiz, xuddi topganga o'xshaysiz o'sha narsani. Misol, o'sha to'kilasiz, ko'rgandek bo'lasiz, to'g'rimi? O'zingiz o'shandan qoniqsangiz, yozgan narsadan qoniqsangiz, o'zingizni topgandek his qilasiz. Bir xil payt o'zingizning she'ringizdan o'zingiz qoniqmaysiz-da. Demak, qaysidir satrlaringizda topgansiz. Qaysidir satrlarimdadir, qaysidir she'rlarimdadir. Nozima qizingizga ham yozilgan she'rlari bor, uning o'ziga yarasha tarixi bor. Bor. Ajoyib tarixi. Muhammad aka o'sha kechada qaysi she'r yozmoqchi bo'lganligi menga qorong'ilikcha qo'ygan. Chunki bu qizim xalaqit qilib, tizzasiga o'tirib olib, bolada endi tushunmaydi bu narsalarni. Men ko'rmay qolganman. Kichkina bo'lgan, tizzasiga borib o'tirib qolganda, haligi aytganingizdek, chalg'ib ketadi-ku. O'zini qobig'idan chiqib ketadi. U o'zi bilan o'zi qolib, ruhiy bir o'ziga sharoit, ruhiy o'zini qobig'iga kirib bir fikrlayotgan paytda, o'zi bilan o'zi qolgan paytda birdan shu narsadan haligi nimadan chiqib ketganida qobig'idan birdan buni sezgan bola o'rganganda, u mehr muhabbatga o'rgangan, erkalashiga o'rgangan, sal bir qattiqroq muomala qilganmi, chiqib ketadi yig'lab. Yig'lab. Qo'g'irchog'im deb keyin o'sha boyagi she'r yozganlarda, shuhratga o'ch bo'lsam kerak men gumroh, yolg'on bo'lsa kerak dildan olam ham, to'pori baytlarim bitar paytim goh ko'zimga ko'rinmay qolar bolam ham. Ana shu she'r, haligi she'r o'rniga bu she'r dunyoga kelgan. O'zi aslida nimani yozmoqchi bo'lgan Muhammad aka, o'sha kuni men uni bilmayman. Lekin bu tarixiy bir she'r bo'lib qoldi, dunyoga keldi. Tushundim. O'sha Muhammad Yusufga yozgan she'ringiz bor, taniqli. O'shani aytib bering. Xo'p. To tirikman nomingni osmonlarga ko'targum. Garchi noming osmondan yuksaklarda turgaydir. Daragingni yurtingning yalpizlari so'rgaydir. Nazming ism alarning dimog'iga yetkargum. To tirikman sen bo'lib qaytmog'im bor dunyoga. Aytmagan gaplaringni aytmog'im bor dunyoga. Orzularing, armoning menikidir endi yor. Zulmatlarda topingim sen qoldirgan ziyoga. To tirikman so'lmagay sendan qolgan bo'stonim. Bu qorong'u dunyoda mening yorug' jahonim. Umr yo'lda ketarman, garchi bugun men yolg'iz, ishqing menga panohdir, ruhing mening qo'rg'onim. To tirikman dillarga tuyg'ularing ulashgum. Vatanim deb kuyingan qayg'ularing ulashgum. Seni sog'inib kelgan chechaklarda qarzim bor, qabring uzra ko'kargan qizg'aldoqla tillashgum. To tirikman jonimda, qonimda o'zing borsan. Ko'nglimning karvoniga o'zing bek, o'zing norsan. Garchi qo'llarimni sen tutolmassan endi hech. Bor ekanman sen mening qalbimda barqarorsan. Bor ekanman sen mening ko'nglimda barqarorsan. Go'zal satrlar. She'riyatning doyasini bejizga dard deyishmaydi-da. Dard bo'lsagina u yoziladi. Mayli, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Yana bitta savol beraman shu o'rinda. Bilasiz, biz ayollar ko'p gapiramiz-da. Ko'p gapiradiganlar toifasiga kiramiz. Nima deb o'ylaysiz? Bugun bir kuzatuvchi, shoira inson sifatida aytingchi. Bugun ayollar gapirishi kerak bo'lgan gapni gapiryaptimi yoki gapirishi kerak bo'lmagan gapni gapiryaptimi? Ko'proq endi ijtimoiy tarmoqlarni ko'p kuzataman. Umuman, shu xulosaga keldimki, ayollar aytish kerak bo'lmagan gaplarni ko'proq gapirishyapti. Nima sabab? Endi ehtimol tarbiyadir. Ehtimol muvozanatini buzilishidir, bilmayman. Sababi aniq emas. Yo'q. Hammada har xilda.
Samimiy suhbatingiz uchun sizga rahmat. Bizda tezkor savollar bor, imkon qadar tez, aniq, qisqa javob berishga harakat qilasiz. Nimadan olisdasiz? Nimadan, kimdan? Nimadan yoki kimdan olisdasiz? Endi juda jigarlarimdan olisdaman albatta. Yaqinlarimdan olisdaman. Tushundim. Muhabbat. Ta'rif. Muhabbat ham ehtiyoj. Ehtiyoj. Kerak. Kerak. Yolg'izlik. Yolg'izlik bu dard. Yakkalik. Yakkalik og'ir dard. Bitta so'z ayting. Bitta so'z. Bitta so'z ayting. Mehr. Mehr. Nima uchun? Mehrga odam doim ehtiyoj sezadi. Sizga rahmat. Bizda an'anaviy savollarimiz bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Bitta rangnimi? Ikkita rang. Ikkalovini ham aytish kerak. Ha? Tanlash mumkinmi bu hayotni ikkita rangga? Endi Alloh bergan hamma ranglarni yaxshi ko'raman o'zimga qolsa aslida. Lekin tanlash kerak deganingiz nisbiy tushuncha. Men o'zim yaxshi ko'rgan rangim yashil rang. Yashil rang yaxshi ko'raman, oq rangni yaxshi ko'raman. Nima uchun? Yashil baribir yashillik, uyg'onish, tiriklik. Oq pokizalik, beg'uborlik deb o'ylayman. Qora rangda oqni topsa bo'lmaydi. Zulmatni nurni topsa bo'ladi-yu. Bo'ladi. Bo'ladi. Iloji bor bu narsani. Rahmat, ajoyib ta'rif. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz, bilasiz, bu hayot suratini nimagadir qiyoslab chizish kerak bo'lsa, siz hayot manzarasini nimada izohlab chizgan bo'lardingiz? Nimada tasvirlagan bo'lardingiz? Nimada deganingiz? Nimaga o'xshatardingiz? Hayotni. Bu hayotni nimaga o'xshatish mumkin? Daraxtga o'xshatish mumkin. Daraxt. Mana daraxtlarimiz ko'p. Hamma yoqda. Chiroyli. Nima uchun daraxt? Chunki Alloh qarang, nimalarnidir Alloh. Masalan, deylik, insonni qachon tug'ilishi, qaysi oilada tug'ilishi, qachon vafot etishi, buni o'zgartirib bo'lmaydigan holda yaratar ekanda. Xo'p. Va shoxlarini yaratar ekan. U yerda siz o'zingiz tanlashingiz mumkin bo'lgan yo'llar turar ekan. Yaxshi yo'ldan yurasammi, noto'g'ri yo'ldan yurasammi, to'g'ri yo'ldan yurasam, u o'zingiz ixtiyoringizda bo'lar. Tanlov o'zimizniki. Tanlov o'zimizniki bo'lar ekan. O'shaning uchun daraxtga o'xshataman. Daraxtlar bir-biriga o'xshamaydi. O'xshamaydi. Barglar bir-biriga o'xshamaydi. Ajoyib. Daraxtlar bilan gaplashib turasizmi? Gaplashaman. Gaplashasiz. Onamdan o'tgan bu narsa. U eshita oladi. Eshita oladi sizni. Albatta. Chunki dunyoda oddiy tuproq ham hatto jonli-ku, joni bor. Joni bor. Joni bo'lmasa, qanchadan qancha chiroyli gullarni yetkazib, masalan, suqib qo'ysangiz, ayniqsa bizani O'zbekiston tuprog'i qanday bir mo'jizaviy, qanday gullarni, masalan, bitta tayog'i suqib qo'ysangiz, ko'karadi. Unib o'sadi. Unib o'sadi. Mevalarni. Misol, tuproq o'zi. Bir-birdan shirin mevalarni bizga yetkazib beradi. Yerimiz, zaminimiz, tuprog'imiz jon beradi va jon oladi. Uning boradigan joyimiz oxiri tuproq. Ajoyib ta'rif. Demak, hozir bizga chiroyli qilib daraxtni chizib berasiz. Marhamat. Sog' bo'ling. Rassomlik uncha ham qo'limdan kelmaydi. Imkon qadar. Insonning surati bir savoldir.
uning siyrati esa ana shu savolga javobdir. Umr azizlar, bizda buguncha shu. Yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.